Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 12 ayning 26 kuni Xitoyning 10 necha jasuslari Afg'onistonning poytaxti Kabulda qo'lga olinibdi. Hindiston vaqtliq gazetida e'lon qilishicha, 3 kunning oldida Amerikaning vaqtliq davlat mudofaa ministri general Miller apandi tuyuqsiz Afg'onistonning poytaxti Kabulda maxfiy ziyorat xizmatini elib beribdi. Hamda bu jarayonda Afg'oniston hukumatining hozirgi 4-navbatlik prezidenti Ashraf G'ani bilan ko'rishibdi. Xabarlarga qaraganda Xitoy hukumati Afg'oniston davlatida xili ko'p bir qism jasuslarini o'rlashtirgan ekan. Xitoy hukumati o'rlashtirgan bu jasuslar Afg'onistonda jasuslik harakati ilib berish, Afg'oniston Xitoy chegara o'tirlarida yag'alardan Xitoyga qarshi turish harakatlarini paydo qilish va Afg'oniston davlati ichida muhim bo'lgan istixborotlar va yangi ma'lumotlarga erishdi ekan. Xitoy hukumatining 10 necha jasusi tutilgandan keyin Afg'oniston hukumati Xitoy hukumatini tushuntirish berishini so'rabdi. Xitoyning Afg'onistonda harakat ilib berayotgan va qo'lga ilingan 10 necha jasusning tutilganligini Afg'oniston tashqi ishlar ministri va Afg'oniston bexatarlik organi aniq dalillabdi. Afg'onistonda qo'lga ilingan 10 dan ortiq Xitoyning jasuslari ichida ikkisi davomliq haqqoniy tor tashkiloti bilan, ya'ni haqqoniy tashkiloti bilan yaqindan aloqasi bor ekan. Hamda haqqoniy tashkilotiga kelsak, bu tashkilot 1980-yilda qurilgan bo'lib, Afg'oniston va Pokiston chegara atroflarida harakat ilib bordi ekan. Bu haqqoniy tashkilot xalqaro terrorist tashkilotining tizimligiga ilingan terrorist tashkilot ekan. Qo'lga ilingan bu Xitoyning 10 dan ortiq jasuslari mushu haqqoniy tashkilot bilan yaqindan munosabati bor ekan. Afg'oniston prezidenti bu voqeaga munosabatli ishlarni Afg'oniston istixborot ishlariga mas'ul bo'lgan Amrullah Salihga topshirgan ekan. Amrullah Salih bu qo'lga ilingan 10 odam to'g'risida Xitoy bilan so'zlashib, Xitoy hukumatining nima uchun bunday harakatlarni ilib boradigan to'g'risida tushuntirish berishni talab qiladi ekan. Agar bu qitim Xitoy davlati Afg'onistonga yaxshi tushuntirish beramasa, Afg'oniston va Xitoy davlat o'rtasidagi do'stlik munosabat yomon tarafga qarab taraqqiy qildi ekan. Hindiston vaqtliq gazetida oshkorlangan xabarga qaraganda, bu qo'lga ilingan 10 dan ortiq xodimlari ichida Li Yangyang degan birisi bu yil 7-oydan tortib Xitoy davlatining istixborot xizmati uchun xizmat qilib kelayotgan ekan. 12-oyning 10-kuni bu Li Yangyang Kabul shahriga yaqin bo'lgan bir uydan Afg'oniston bexatarlik organlari tarafidan qo'lga ilinibdi. Uningdan keyin yana bir Xitoy restorani ochgan Sha Huang ismli Xitoy tatayni qo'lga ilibdi. Bularning uyini aqtirish orqali jinoiy ishlarga chetishlik va portlatgich uskunlarni birlikda qo'lga tushiribdi. Chunki bular uzundan beri haqqoniy tashkiloti bilan yaqindan munosabat o'rnatib kelgan ekan. Haqqoniy tashkilot bo'lsa Afg'oniston Taliban guruhiga yaqindan moslashib kelayotgan bir tashkilot ekan. Bu tashkilot yana Pokiston istixborot organlari bilan yaqindan munosabati bor ekan. Lekin Pokiston hukumati bu voqeani hargiz e'tirof qilmaydi ekan. Uningdan boshqa haqqoniy tashkiloti Afg'onistonda turishliq Amerika armiyasi va NATO armiyasiga davomli hujum qilib turayotgan ekan. 2011-yili Amerikaning Kabulda turishliq konsulxonasiga bir qitim hujum qilgan ekan. 2009-yili Afg'onistonda turishliq Amerika armiyasining birisi yo'qolib ketibdi ekan. Keyin aniqlash orqali haqqoniy tashkiloti bu Amerika askarini 5 yil solib olgan ekan. 2012-yili Amerika hukumati haqqoniy tashkilotini terrorist tashkiloti tizimligiga kirgizibdi. Afg'onistonning yangi Delhida turishliq bosh elchisi Afg'onistonda qo'lga ilingan 10 dan ortiq Xitoyning odami va Pokiston davlati bilan qanday munosabati borligini aniqlab etibdi. Afg'oniston hukumat bexatarlik organi ichida analiz qilish orqali bularning chiqargan yakuni bo'lsa, bu qo'lga ilingan 10 dan ortiq Xitoy jasuslari sunniy shaklda Sharq Turkiston islom harakati, Sharq Turkiston harakati degandek bir harakatni yoki bir guruhni paydo qilishgan. Diqqat qilib anglasak, sunniy shaklda yag'anlardan, ya'ni Yugoslaviyaning kinosidagi yag'an vardni yasab chiqqanga o'xshash kirma askarlari. Xitoy hukumati Afg'oniston va Pokiston atrofida sunniy shaklda Sharq Turkiston islom harakatini kuchaytirmoqchi ekan. Buning muhim nuqtasi bo'lsa, Xitoy hukumati uzun yillardan buyon Afg'oniston va Pokiston va chet ellarda
Sharq Turkiston islom terrorist harakati kuchayib, davlatimizning bexatarligi uchun ig'ir ziyon yetkazib kelyotidi deb jar silib kelgan ekan xalqarada. Lekin Amerika davlati bu yil Sharq Turkiston islom terrorist harakati degan bu ismni Amerika davlati o'zining terrorist tizimlik daftaridan o'chirib yetibdi, yo'q qilib yetibdi, e'tirof qilmabdi. Sababi Amerika hukumatı uzun yillardan buyon Xitoy hukumatiga shuni talab qilib kelayotgan ekan, Sharqi Turkiston islom terrorist harakati zodi qanday harakatlarni ilib bordi, bu to'g'riliq to'liq ma'lumot berishini talab qilgan ekan. Lekin Xitoy hukumati bu jihatda yillardan buyon Amerika davlatiga hech qanday ma'lumot va isbotlarni ko'rsatib bermabdi. Mana shu sababdan bu qitim Amerika davlati bundaq ismni o'zining tizimligidan elib etibdi. Chunki Sharq Turkiston islom terrorist harakati degan bundaq harakat mavjud emas ekan. Xitoyning plani bo'lsa, Afg'onistonning janubiy va Pokistonning shimoliy tarafidagi harakat ilib berayotgan terrorist haqqoniy tashkilotining ichidagi bir qism odamlarni harakatlantirib, ularga Sharq Turkiston islom harakati degan tonni kaydirib, Sharq Turkiston islom harakati shaklda, qiyofatda paydo qildirib, Afg'oniston davlat ichida, Afg'oniston va Xitoy chegara oraliqlarida sunniy shaklda terrorlik harakatini ilib borg'izish. Masalan, Sharq Turkiston islom harakati degan nom orqali Afg'oniston ichida nurg'un o'rinlarni portlatish, buzg'unchilik qilish, Xitoy chegara bo'ylariga kelib, Xitoy askarlariga sunniy shaklda hujum qilganlik bo'lish. Mushundaq shaklda hujum qilish orqali Sharq Turkiston islom harakati degan bu harakatni qaytadan Xitoy hukumati tirildirmoqchi ekan. Sharq Turkiston islom harakati degan bundaq harakat aslida mavjud emas ekan. Agar mavjud bo'lsa-mu, u Xitoyning ilib borgan harakatlari ekan. Xitoyning aslidagi maqsadi bo'lsa, Sharq Turkiston islom harakatini qaytadan tirildirish orqali Sharq Turkiston islom harakati deganni bano qilib turib, vatanimiz Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqimizni atalmish Sharq Turkiston islom terroristga bog'lab turib, qirib yo'qotish va yuqur besim bilan kontrol qilishgan. Xitoy davlati xalqarada bo'lsa, o'zi yasab chiqqan sunniy Sharq Turkiston islom harakati degan bu tashkilot orqali xalqaroga tushuntirish berish. Ko'rdingmi, Afg'onistonda va bizning chegara rayonlarida Sharq Turkiston islom harakati bizga mundaq ziyon soldi. Sharq Turkiston ichidagi Uyg'urlar bilan bularning mundaq munosabati bor degan banani ko'rsatish orqali Uyg'urlar ustidan fashizmlik qirg'in qilish, irqiy qirg'inchilik ib berish harakatlarini xalqarada o'zini oqlamoqchi. Yana bir jihatdan bo'lsa, Sharq Turkiston islom harakatini bano qilib turib, vatanimiz Sharq Turkistonni harbiy holatga aylantirish, Sharq Turkiston islom terroristlariga zarba bagini chiqdiq degan bano bilan Afg'onistonga askar yo'tkab kelish ehtimolligimi bor ekan. Mana bu Xitoy davlati ilib berayotgan eng cho'ng vahshiy suiqasdi bo'ladi ekan. Amerika davlatining vaqtliq davlat mudofaa ministri Miller apandimning Afg'onistonga tuyuqsiz kelishi eng muhim bo'lgan bir ishni qilishgan. U bo'lsa-mu Amerika istixborot organi Afg'oniston istixborot organiga yaqindan yordam berish, Afg'oniston bexatarlik organiga yaqindan yordam berish va yo'l ko'rsatish. Xitoyning Afg'onistondagi qonunsiz harakatlari va Xitoy hukumatining suiqasd orqali paydo qilayotgan Sharq Turkiston islom harakati degan bu yilisini va munosabatlik dalil isbotlarni to'liq qo'lga tushirishgan. Xitoy hukumati yillardan beri Uyg'urlarni terrorist, Uyg'urlarning beshiga terrorist qalpoqni kiydirish, xalqaroga Uyg'urlarni terrorist deb ko'rsatish, Xitoy o'zi Kunming vaqasini paydo qilish, bu orqali xalqaroga Uyg'urlarni terrorist deb ko'rsatib, Uyg'urlarni qirg'in qilish qatorliq Xitoyning mushundaq yili nayronlari endi dunyoga to'liq oshkorlanish oldida turib yetibdi. Yana bir eskartib qo'ydigan ish bo'lsa, Xitoyning besim bilan chet elga qochib chiqqan, yana Afg'onistonga qochib chiqqan marhum Hasan Maqsum bo'lsa, ayni vaqtida o'zi Sharq Turkiston islom harakatini qurgan ekan. Lekin kuchi intayin ojiz bo'lib, Pokiston chegara bo'ylarida Pokiston askarlari tarafidan shahid qilingan ekan. Hasan Maqsum shahid bo'lgandan keyin Sharq Turkiston islom harakati mavjud bo'lmagan ekan. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.